Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Urganch shahrimizda yangi qurilgan 5 qavatli binoni ikkinchi qavatida 76 metr kvadrat 3 xonali kvartiramiz sotiladi. Bahosi 440 million so'm. Mo'ljal aeroport yonida. Ening oldi tomon ko'rinishi. Ening hurmatli obunachilar, ikkinchi qavat ham chiqdik. Har etajimizda 3 xo'jalik yashaydi. Bu kvartiramizni hurmatli obunachilar hujjatlari 100% tayyor. Kirish ishlarimiz zamonaviy sifatli ishlardan qo'yilgan. Bir kira yerimiz. Pastlarimizda ham 100% stajga qilingan. Bu xonamiz spalni. Doğrumuzda ko'cha tomon balkoni. Bu xonamiz kuxnya. Ening gaz o'chiruvchilar ham qo'yilgan, suv o'chiruvchilar ham qo'yilgan. Bu yerda samozyeli. Oynalarimizni barchasi plastik akvariumlardan qo'yilgan. Bu xonamiz katta zaljoy, 3 metr 5,5 metr. Bu xonamiz ham spalni. Ening bu tomonimizdan balkoni bu. Hurmatli obunachilar, bahosini yana bir aytib o'taman, 440 million so'm kelishiladi. Hurmatli obunachilar, Ruslancha kanalida bu telefon nomerlarimiz ekranlarda yozilgan. Bemalol telefon qilaveringlar. E'tiboringiz uchun rahmat. Sog' omon bo'linglar.